Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı görüşünüzdən qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2025-ci il 2 mart yekşənbə. Hər yekşənbə günü ətdigəndə bir həftə cəryanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub kilvatımız. Qanundaqda aldı bilən bu həftəlik xəbərlərimizin mavzularına köz yürütüb ötəyli. Xitay bu yıllık Uyghur mahallelerini özgertiş planını e'lon qildi. Trump Xitayga 10% qo'shimcha boj qo'yish bilan vazifasini boshladi. CIA Xitoy virusining tajribaxondan tarqalganlik ehtimolligi yuqori dedi. Xitoy bu yilmi Uyg'urlarni Xitoy chog'ini tabriklashga majburladi. Amerika shirkatlarining Xitoydan chekinishi eng yuqori saviyaga yetdi. Tayland'daki Uygurlarını Xitayga qaytırış qararının to'xtatilganligi bildirildi. Ve Xitayning sun'iy aql supisi Uygurlar haqqida ma'lumot berishni rad qilgan. Demek bu haftadaki xabarlarimiz bulardan ibaret. Undaqda birinci xabardan başlap ko'rib o'taylik. Xitoy bu yillik Uyghur mahallelerini o'zgartish planini e'lon qildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta hammamizga ma'lum, har bir dunyoning nerede yaşayotgan bolsak bulaylı halkımız, muhaciretdeki halkımız, vatanimizdeki Xitay tecavüzçilerinin san sanaksız cinayetlerinin pakatla birisi bu. Bütün hoyla aram bizdeki aile şu binakarlık kuruluşumuz Xitay'nınki yıllardan bu yan yakınki yıllarda bulup mülagir siyasetten keyin bu zəhərxandiləçə bizni Xitaydan ayırıp durduğun sırttan şunda qaraş qılam bizni bu meynat Xitaylardan eniq şekilde ayırıp durduğun aile meyli şu öyünün içindeki şekil beziliş şekli olsun. Bulardan bizni Xitaydan roşan farklıq halette bizni köz tutduğun bu medeniyetimizni bununla köz tikib atqılı bunu yok qilish üçün hərəkət qılıb atqılı Xitay yıllar olub getdi. Bunu hər yılı xilma-xil bulup vatanimizninki Şərq Türkistan'ın şu meyli G'arb olsun, Janub tarafları olsun bu bütün dünyanınki hayranlığını qo'zg'aydigan hattaki mesela o'ylab bakaylik Qashqarga borsa nurg'un sayohatchilar bizning Uyg'urlarninki shu qadimiy uy varallarimiz shu milliy uslubimizdagi uylarni ziyorat qilib shu yerda rasm tushib yillardan men qimig'ini qamaydim. Ma'lum maqsadda shu sayohatchilar uchun azroq bir yana qoldirib qo'yib Xitoy shu yani ta'til tashviqoti uchun qolgan bütün xalqimizni nurg'un uy varallardan ko'chirib chiqib Xitoyga o'xshash shaklda yashitish uchun bizni shuni butunlay xitoylashtirish uchun qilayotgan bütün rezilliklarni hammamiz bilamiz. Bu texmi yildan yilga kuchayotdi bu qatammi shu atalmış koni o'ltiraq rayoni o'zgartish. Har doim Xitoyning deydigani bu hamdi. Qashqar koni shahar rayoni chaqqa vaqtida yana shu yer tevrashlik ichida xuddi bizga ko'ngil bilib ketgandek, ish og'ritib ketgandek buni siz Xitoylar Uyg'urlarga ashunda ko'rsatdi dunyoga hamdi. Yani şu o'xshash koni safsati bilan koni o'ltiraq rayoni o'zgartish nomida Uyg'ur milliy uslubida selingan bu uylarimizni o'ltiraq rayonlarni majburiy chiqib Xitoy uslubiga o'zgartib o'tdi. Yana 2025-yilmi buni texnik davomlashtirganligini bu qatim bu Şərq Türkistandagi shahar bozorlaridagi 258 koni o'ltiraq rayonini o'zgartish planini e'lon qildi Xitoy. 26 yanvarda Tangritaq to'g'rida e'lon qildi bu xabarni. Atalmış Uyghur Abdumurayevlik To'ralg'u va shahar yezi qurilishi nazorati 2025-yillik yili Şərq Türkistandagi shahar bozorlaridagi koni o'ltiraq rayonlarini o'zgartishni davomli zo'r kuch bilan yo'l qo'yib, shahar bozorlaridagi 258 koni o'ltiraq rayonini o'zgartishni planlaganligini Xitoyning bu planı 76 ming aholiga chetildiganligini, bu Şərq Türkistanning janubidagi 118 o'ltiraq rayonda o'ltirishlik 18 ming aholini o'z ichiga olganligi bildirilgan. Xitoy rejimi albatta 2019-yildan buyon Şərq Türkistanda atalmış shahar bozorlaridagi koni o'ltiraq rayonlarini o'zgartish nomida yuqorida deganimdek Uyg'ur milliy uslubidagi uylarni chiqishga biz mahalle madaniyatimiz va bütün mahalladagi har birisi bir-birisini tunuydigan aile naiti yıllardan kadimi bir örüp adetimizde hem de bu.
Bunu mu bütünlüğü Uygurlarını tarqaqlaştırış siyasetining birisi. Köçürülgen yerlerinin hammasi yer tevreşke çidamlıq degan numussuz Xitayninki yalğanlığını hatta G'arbning muxbirlari kelib tamg'a urib beqib Xitayning qandaq adam zanglik qilayotganligini, qandaq numussuzlik qilayotganligini nupuzluq axborotlarda chiqib ketdi shu vaqtida, shu keng ko'lamda tashviq qilingan vaqtida. O'ylab qo'yayli. Köçürülgen yerlerinin hammasida Xitoy bilan aralashtirib, bir-birini tanımaydigan, qo'shnisini tanımaydigan şekilde bütünlüğü Uygurlarning madaniyatini shunday bütünlüğü vayron qilish uchun tirishayotganligini hammamiz bilamiz, qadrli ko'rmanlar. Bu 2024-yilning oxirigacha shu siyosat jami 6888 o'ltiraq rayonini majburiy o'zgartganligi Xitoy bergan sonliq ma'lumotlarda tilga olinyapti. Xitoyning bu plani 1.166.700 aholiga chetilganligi faqat 2024-yilda atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik To'ralg'u va shahar yezi qurilish nazorati degan bu organniki nimasidan shu nazoratida majburiy ijro qilishi bilan 857 o'ltiraq rayon o'zgartirilgan bo'lib, bu harakat 193.800 aholiga chetilganligi Xitoyning sonliq ma'lumotlari bu. Xitoy rejimi albatta mana shu ham bir tarafdan bu şekilde bizni bütünlüğü yurtlarımızdan, özümüzden milli maddiyatini ayırış bilan birga keng ko'lamda turma ve ceza lagerleri bilan şu yaqinqi yillarda bütün dünya bilgan bu faciani Xitoy bu jinoyatni eng vahshiy shaklda ijro qilyapti. Nurg'unlagan har xil ismlar bilan, badnomlar bilan, to'kmatlar bilan xalqimizni qamab lagerlarda yo'q qilish, har qanday Xitoyning siyosatiga qarshi chiqqan xalqimizni buni butunlay har xil badnomlar bilan yo'qotib kelyapti hozirgacha. Demak, bu qitimqi yig'inda o'tirib qo'yilgan bu qitimqi 2025-yildagi plandimi yana Xitoyning bu siyosatiga o'xshashlam buni burunqi safsat bilan davom qildiganligi bildirilyapti, qadrli ko'rmanlarimiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Trump Xitoyga 10% qo'shimcha boj qo'yish bilan vazifasini boshladi. Qadrli ko'rmanlarimiz, albatta Trumpning saylan mezgilida Xitoyga qandaq nimalarni qildiganligini nihoyatda kuchli shaklda o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, vazifaga o'ltirgandan keyin 10% boj bilan boshlanishimi albatta dunyo axborotlarida ba'zi g'ulg'ula qo'zg'agan bo'ldi. Prezident Trump saylam jarayonida aniq ifoda bildirib, Xitoy mahsulotlariga eng ko'p bo'lganda 65% boj qo'yilganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, rasmiy vazifaga o'tirgandan keyin Xitoy mollaridan elinadigan bojning 10% bo'lganligini e'lon qildi. Fransiya xalqaro radiosi berildi bu xabar. Bu Trumpning o'z vaqtidagi birinchi qatimliq vazifa o'tgan vaqtida butun dunyo biladi aslida Trumpning yoki helini ish qilganligini mo'lcharligida bo'lmaydigan shaklda tuyuqsizlan bir qarorni chiqarib kishilarni dunyoni hayron qoldiradigan bir qiliqi xuyi bo'lgandi. Bu xabarda tilga olingan, ya'ni oldin mo'lcharligida bo'lmaydigan xarakterining bir ifodasi bu. O'z vaqtida mana shunday uni qilman, buni qilman degan bo'lsa, 10% bilan boshladi deb ayblaganlar bo'ldi. U prezidentlikka o'tirgan ikkinchi kuni Xitoyning fentanil zaharli chekimlikning Meksika va Kanada orqali Amerikaga ko'plab kirishiga yo'l qo'yganligiga jazo berish uchun Xitoyga 10% qo'shimcha boj qo'yilganligini bildirgan. Ammo bu sonni uning saylamdan ilgariki Xitoy mollariga qo'ymoqchi bo'lgan 65%lik boj bilan selishtirg'ili bo'lmaydi. Deguvchilarmi? Bu albatta qo'shimcha boj, ya'ni asli bojning ustiga qo'shimcha qilingan boj hamda. U yana Xi Jinping bilan suhbatlashishga tayyor ekanligini bildirgan bo'lib, bu Trumpning Xitoyga bir qadar nafaslanib olish fursati berganligi hisoblandi deb o'tirib qo'yganlar. New York vaqt gazetasining tahlil qilishicha, Trumpning harakatidan Xitoy bilan savdo qilish niyati borligi aniq borligi ko'rinib turadigan bo'lib, Trumpning so'zlaridan bu orqali Xitoyga o'zining eng jiddiy masalalarini hal qilish uchun zarur bo'lgan vaqt berishi mumkin degan shaklda New York vaqt gazeti bu shaklda tahlil qilgan. Demak, bu masalani o'tgan haftada TikTok masalasidagi xabarni berdik. Shu ekranda aslida darhol taqib etishi, ya'ni kutilgan bir vaziyatda Trump 6 oylik muhlat berganligini, buning nurg'un
qo'l-qo'l ayıpleşken uçurganlıqını ötken hafta dedik, qadrli görürmenlerimiz. Hem de bu şekilde oturup koyuldu. Demek aldığımız günlerde mi? Yani qandaq vaziyetlerinin barlıq kildiğanlıqını görürüz. Xoş, yeni bir xabarımız kelsek. CIA Xitay virusinin tecrübekandan tarqalğanlıq ihtimallıq yuqori degan meseleni oturup koydu. Elbette Xitay virusu dünyaga afet bolgan bu balayı afet. Trump mezgilde öz vaqtida bunu, yani Xitay virusu bütün dünya COVID-19 ubu deb bunu atıgan bolsunmu, birden-bir bulupmu Trump bunu bütün muhbirler qayta onu nurgun suallarını sorab onun ifadesini özgertişik tirişkan bolsunmu, qat'iy vaz keçmegen demdi. Şunun nimesinden Xitay virusu ubu deb atalgan toğamdı bu. Demek o vaqtida mı bu cedel tügemegendi. Yana qaytadan başlandı bu mesele. Amerika Merkezi İstihbarat İdaresi Xitaydan tarqalgan virusning tecrübekandan tarqalganlıq ihtimalliğinin yuqori ekanligini bildirdi. Al Jazeera televiziya kanalının 27 yanvardagi xabari bu. Amerika Merkezi İstihbarat İdaresi Xitay virusu tabiiy hadise emas, balki Xitay tecrübekandan tarqalganlıq ihtimalliği yuqori deb qaraydiganligini bildirgan. Gerçi bu ahval bahalashqa bolgan, gerçi bu xil bahalashqa bolgan ishonchi töven bolsunmu, xabarlarga asoslanganda bu bahalash Biden hökuməti mezgildə buyurulgan ve John Ratcliffe CIA başlığı bulup qasam berishdan burun. Yani John Ratcliffe'ni Trump yenidən vazifəyə təyinlədi CIA-nin başqılıb. Bu qasam berishdan burun aslında ilgirki hökumət Biden mezgildə tamamlanıb bolgan tekshirish bu deb oturup koyulgan bu yerda. Ratcliffe Xitay virusunun kelip çıkışını tekshirishning özü rehberlik kıldıgan CIA'nın muhim vazifesi bulduğanlıqını bildirgen. Ya, yeni vazifeni tapşırıp vazifesini başladı Ratcliffe. Yani bu CIA'nın bu neticeni jakarlışıdan keyin Federativ Tekshirish İdaresi ve Energiya Ministerlik qatarlıq Amerikanın başka 3 organı tecrübekandan tarqılış nazariyesini qo'llagan. Bunun qarata Xitayning Washingtondagi elchixonasi bo'lsa, har doim qadek ilgirmi Xitoy virusi butun dunyoninki kun tartibida turayotgan mezgillarda qandaq rad qilgan bo'lsa, qandaq chichanchigan bo'lsa, yani o'xshash shaklda rad qilib, uni xato yetaklash va siyosiy maqsaddan iborat degan bu safsatini joriy soldi. Xitoy bayonotchisi Mao Ningmi, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bu haqda söz qilib, yana virusning kelib chiqishini aniqlash uchun siyasi paraz emas, ilmi tadqiqot bo'lishi kerakligini da'vo qildi. Xitoy bayonotchisi. Nomussizlarcha har doimki odati hamda Xitoylarniki xuddi ilmi tadqiqotlarning qanchilgan son-sanoqsiz ilmi tadqiqotlarni rad qilmagan Xitoylar nomussizlarcha buni deydi. Hatto Xitoyning oshidan chiqqan nurg'un doktorlar o'zi ishlatgan Xitoyning doktorlarininki dünya axbaratıga öz vaqtida nimalarni so'zlaganligini hammamiz bilamiz. Hammasini inkor qilib turgan Xitoy shu. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy bu yilmi Uyg'urlarni Xitoy chag'inini tabriklashga majburladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu hafta ichida balki butun dunyodagi xalqimizni eng ichindirgan xabarlarning biri desak bo'ldi bu. Nihoyat g'azablantirgan bir ko'rinishlarni ko'rdik. Her daim qadek yani bu numussuz Xitaylar, yani hatta özünün Xitaylarga, bütün Xitayning içinde yani özünün milletiga bundaq qilishni zo'rlayamaydi bu Xitoy. Yani hiçbir Xitoyning o'lkalarida shu chag'an mezgildagi bütün faoliyatlariga qarab boqaylik. Yani %100 Xitoy bo'lgan milletligimiz zo'rlayamaydigan bu fojiani ko'rib boqaylik. Xitoyning qaysi o'lkalarida bu bütün o'lka shahar yezlarda buni qiladi. Bu numussuzlar Uyghur xalqının şu hali qarab bakaylı yani. Bu ictimai fikir vasıtları tarqalgan ekan, bu hafta içinde elbette bütün xalqimizda hammaylarni g'azablantirgan bir fojianing ko'rinishi bu. Qarab bakaylı. Biz tariximizda bundaq bir xo'rlanish hodisasiga Uyghur xalqi yaqinqi 100 yillik tarixida bundaq bir holatga boshdan kechirmadi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Bugun 2025 yılda mana shundaq bütün dünyanın köz aldıda hem irqiy qirg'inchilikqa uchrayapmiz, bütün cinayetler işleniyotir. Hem bu numussizlar bütün hamma yerda cho'ng kichik
Mektepten tatip yezi qışlaqlargacha hamma yerda bu pastkaşlikni bütünlay Xitayning madaniyatiga oid bo'lgan, hatto bizning e'tiqodimiz, milliy madaniyatimizga zid bo'lgan har xil narsalarni majburiy holatda Xitoydan o'ta Xitoy qilib o'tish uchun tirishyapti hamdi. O'ylab qarang. 27 yanvar Tangritog' to'g'rida o'sha bütünlay har xil vatanimizning har qaysi joylaridagi shunday faoliyatlarning o'tkazilganligi shunday bu keng tashviq qilinayotdi Xitoyninki bütün axborotlarda. Demak, o'zimizninki o'ylab qaraylik, milliy bizga oid bo'lgan ham diniy bayramlarimiz, ham milliy bayramlarimiz cheklanayotgan, uni yo'qotish uchun u bir xil zamondan keyinda qolganlik, xurofiylik deb kamsitilayotgan bir vaziyatda bu pasandalarning bütün, ya'ni Xitoyning qanda unutilib ketgan bayram bo'lsa-mu, uni so'rab chiqib, ma Uyg'ur xalqiga atalmış qo'shmoq tuqqanlar shu Xitoylar bilan birga bir dasturxonda o'tirib nurg'un nomussizliklarni, u yerda aroq sharoblarni ish ko'zib, o'sha oilaning ichiga kirib olib bu nomussiz besham Xitoylar. Qarab qaytib, boshlang'ishdan tortib, hamma yerda shu Xitoyning panus asquzgan yo'llarga qimlig'ini qamabdi. Buni ijtimoiy fikr nurg'un narsa taqaldi, ko'rdik. Qusqimiz keldi, huquqimiz keldi. Demak, mana shunday fojiada davomlashyapti. Buning har birining hassilab intiqomi elindigan, hisobi so'rildigan zamonlarmi keladi inshaalloh. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Amerika şirketlerining Xitoydan chekinishi eng yuqori saviyaga yetdi. Albatta, bu davomli holatda tilga ilinib turayotgan kun tartibdagi masalalarning biri bo'libmi, Trump vazifaga kelgandan keyin nurg'un shirkatlarga tahdid shaklida nurg'un ishbozlar va saylan mazgildimi Trumpning 20 yanvarda qasam berib vazifaga qayta prezidentlik vazifaga o'ltirishidan keyin buning texnika kuchayotganligi tadqiqotlarda o'tirib qo'yilyapti. Amerika shu moliya vaqti gezitining xabarida bu qatim Amerika Xitoy munosabatining yangi bosqichga kirganligi haqida tafsiliy bir xabar berildi. Xitoydan chekinayotgan Amerika şirketlerining soni tarixdagi eng yuqori saviyaga yetganligi bildirildi bu xabarda. Bu tadqiqotni Xitoydagi Amerika savdo uyushmasining tekshirishi natijasida o'tirib qo'yilgan bir dokument bu. 2024-yili mazkur tekshirishga qatnashgan shirkatlarning 30% Xitoydan boshqa davlatlarga ko'chish plani tuzgan yoki ko'chishni boshlab bo'lgan. Bu son 2020-yildagiga solishtirganda 2 ko'p deb o'tirib qo'yilgan hamda. Savdo sohasidagi mutaxassislarning bildirishicha, bundaq ko'chish yuzlanishi ilgari misli ko'rilib boqmagan bir ahvol bo'lib, navbatda shirkatlar Trumpning yangi savdo siyosatiga moslashishning yo'llarini izlamoqda ekan. Ham Amerika shirkatlari, chunki Amerikada mishada qursan shirkatni nurg'un e'tibor nima qilaman deb saylamdim deyapti. İlgirimi birinci qatimliq vazifasida shuna degan tamdi. Bo'lmasa, hassilab bajvilansin joylayman deyapti Trump. Hatto Xitoy shirkatlarining, Xitoyning ichidagi Xitoy shirkatlarimi Trumpning bu yangi siyosatiga moslashish uchun nurg'un qiyinchilik uchrayotdi deydi xabarning tafsilotida. Demak, Xitoydan chekinayotgan shirkatlarning 41% sanoat, taraqqiyot, tadqiqot va texnologiya shirkatlarini tashkil qilgan bo'lib, garchi shirkatlarning 38% Osiyodagi boshqa taraqqiy qilayotgan davlatlarga ko'chishni planlasimi, nüfus ko'p bo'lgan Hindiston o'xshash va yoki Bangladesh bu degandek davlatlar ko'chishni planlagan bo'lsa-mu, Amerika, Yevropa ittifoqi, Yaponiya va Koreya qatorliq taraqqiy qilgan davlatlarning jalb qilish kuchi bargan sari eshiyotganligi tilga olingan bu xabarda. Iqtisod mutaxassislarining qarashicha, bu yuzlanish kasatlashayotgan Xitoy iqtisodiga texmo ig'ir ziyon elib kelishi mumkin deb qarayotdi iqtisod mutaxassislari. Ular kelgusi bir qancha yilda ikki davlatning bir-biriga mablag' selishining yukselishiga umid yo'qligini bildirishmoqda. Mavjud bugungi siyosatga qarab turib, ham Trumpningki ko'zlagan Trumpning kabinetidagi kishilarning ahvoliga qarab turib, bir-birisiga bundan keyin mablag' selish ishlarida yukselishning bu yükseliş meselesinde ümit yok deb qarashmoqda.
Xo'sh, Taylanddagi Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish qarorining to'xtatilganligi bildirildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Taylanddagi qarindoshimizning masalasi bu necha haftadan buyon nihoyatda kun tartibda butun dunyodagi qarindoshlarimizning ham yaqindan ko'zlayotgan masalalarning biri. Bularning eng tez fursatda qutulish uchun nurg'un tashkilotlarimiz shu kundan tortib harakat qilyapti. Mayli Turkiya ichida bo'lsin, mayli dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlarimiz harakat qilyapti. Kishilik huquq tashkilotlari Taylandga har xil besim qilyapti. Buning natijasida bir narsalarning bo'lganligini shu bir qancha kundan buyon his qilyapmiz. Inshaalloh pat fursatda qutulib bir bexatar davlatga o'rilishini umid qilamiz albatta. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining muavin raisi Nur Muhammad Turkistoni va bosh kotib Abdurashid Amin hoji o'tgan haftadagi xabarimiz biz tafsili shu ovozning keyindan Turkiyadagi va boshqa davlatlardagi harakatlarni degan tuqamda. Shu yana shularni qutqizish harakatining jumlasidan shu Nur Muhammad Turkistoni apandi bilan Abdurashid Amin hoji 27 yanvardan tortib Taylandda qaytadan bir harakat boshlagan. Bu jarayonda Tayland Shayxulislam ishxonasida Shayxulislam Arun Bonchon bilan ko'rishgan. Albatta ko'rishda u 48 Uyg'urga munosabatlik masalalarni tilga ilib, Tayland musulmonlarininki shu 10 yildan buyon ularga yaqindan yordamda bo'lganligi uchun rahmat aytish bilan birga bularning tutib turilishininki butunlay bir fojia, qonunsizlik ekanligi, insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi agar bularninki Taylandda hozir shu Xitoyga qaytarildi degan masala agarda ro'yobga chiqib qolsa, bu 2015-yildagi fojianing takrorlanishi bo'lganligini tilga ilib, bu yerda jiddiy ko'rishlarda bo'lgan va shundaqli dunyo musulmonlarining bu jihatdagi mas'uliyatlarini ham Tayland Shayxul Islomiga bu yerda bevosita ko'rishib tushundirgan. Chunki bularning Taylandda nihoyatda zo'r o'rni bo'lganligi uchun Tayland hukumati nazarda bo'lsin. Demak, Tashkilotlar Birligi Tayland ziyorat jarayonida yana Tayland davlatining inson huquqlari qo'mitasi a'zosi doktor Sukart bilan ko'rishib, navbatdagi shu 48 Uyg'ur masalasi haqida suhbatlashgan. 3-bir davlatga yo'tkilishi uchun ularningki va shu yerda tutilayotgan mazgildagi hozirgi insoniy turayotgan muhitining yaxshilanishi, sog'lomlik masalalari, bu haqda qilinadigan xizmatlar haqida suhbatlashgan. Suhbat jarayonida Tayland shu 48 Uyg'urni o'tgan haftadan bergan bu Tayland hukumat taraf hattoki shu konsulxonada Turkiyada ko'rishgan vaqtida bevosita tashqi ishlar ministrining avatgan xatini o'qib berganligini degan. Tayland doiralari bo'lsa, hozirgacha bizning hukumatning kun tartibida bundan masala yo'q deyotdi. Lekin ichidan elingan xabarlar, u qarindoshlarimizdan kelgan xabarlar degandek har doim shunday ikkilanish ichida bo'layotgan masala deyamdi bu. Bu qatim shu xalqaro tashkilotlar birligi bilan o'xshash vaqtda yana Turkiyadagi eng nufuzli tashkilotlardan biri bo'lgan IHH insoniy yordam vaqtida bir hay'at Taylandda ham hukumat doiralari bilan ko'rishish uchun, bu Uyg'urlarni qutqizish uchun bularni jiddiy bir harakat elib borgan Taylanddagi aloqador ministrlar bilan ko'rishib, bu masalani jiddiy o'ttirg'a qo'ygan edi. 28 yanvardan boshlab parlament bu masalaning o'ttirg'a qo'yilishi, mana ham shu Abdullah Altay boshchiligidagi Turkiya hay'ati, ya'ni shu Shayxulislamni ziyorat qilib masalan Tayland doiralari bilan ko'rish bo'lgandan keyin. Demak, bu ko'rishlardan keyin o'ziniki Abdullah Altay apandim shu ijtimoiy X'dagi hisobida bu yerda uchur ham baharlab, biz ko'rishlar natijasida hukumat tarafdan qaytarilmaydiganligi, Uyg'urlarningki Xitoyga qaytarib berilmaydiganligi haqida kapolatni oldik. Bu sababdan uning kendidan turmadagi shu Uyg'urlar bilan ko'rishib, ularga xabar qilgandan keyin 18 kunlik, ya'ni 10 yanvardan 28 yanvargacha davomlashgan 18 kunlik ochliq e'lon qilishni 28 yanvardan e'tiboran to'xtatdi degan shaklda, bu oxirlashtirdi degan shaklda o'ziniki X hisobida uchur ham baharladi. Va keyin o'sha hukumat bilan ko'rish bo'lgandan keyin Shayxulislam bilan ko'rishibmi, buning keyindagi ishlar ham Turkiyadan Tayland qilinadigan insoniy yordamniki Shayxulislamning ishxonasi uning qo'li orqali
uyadagi musulmonlarga yetkazilishi masalasida birdek hosil qilganligi degandek masalalarni o'tirib qo'ydi va oqidan bu hafta ichida ham nurg'ulg'an xabarlar chiqib turdi. Masalan, shu Abdullah Altay apandim bu qatimqi ko'rishda Cumhur raisi Erdo'g'anningki ta'limotdan shu hozirgi shu Hamasning qo'lida 5 taylandlik asirninki o video vardı, şu video kelsa 5 taylandlik asirninki Tayland dairlerininki Erdoğan'dan ularning qutquzilishi uchun Tayland Türkiye'nin axborotlarida nayt ko'plab necha kundan buyon berilyotdi. Shu Erdoğan'dan bu Taylandlik 5 asirninki qutquzilishi uchun Erdo'g'andan talab qilganligi Tayland dairlerininki Erdo'g'an Milliy istixborot tashkilotiga ta'limot berib, buyruq bergandan keyin Milliy istixborot tashkiloti Hamasning doiralari bilan ko'rishib, bu 5 Taylandlik asirni bular juma kuni birga yashagan bo'lgan bo'lsa, juma kunki qo'yib berishda qo'yib berilganligi xabari Turkiyada mesela nurg'ulg'an televiziya kanallarida chiqdi. Ya bu Tayland meselesi faqatlam bu 5 Taylandliklar meselesi emas. 2023 yılın bir 4 Taylandlikni yani Erdoğan'ninki aralash bilan qo'yib berilgan ekan. Va o'tgan yilmi 12 Taylandlik ishchininki qo'yib berilganligi yana shu Turkiyaninki aralashishi bilan degandek masala qanchalar qatim yuz bergan bir masala ekan. Abdullah Altay'ninki boshqa xabar kanallarida chiqqan xabarlarda tilg'anyapti. Yani Türkiye mana shunda aralashib sizlarninki odamlaringlarni ep berishga qutquzishga Türkiye yordam qilyapti. Bu Uyg'urlarni sizlar bunun qo'yib berilishi, buni Xitoy qaytarilmasligi uchun harakat qilinglar degan shaklda biz o'ttirg'a qo'ygandan keyin ijobiy javobga erishdik degan so'zlari bor edi. Nurg'un aliyadan kelyapti demak xabar. Demak bu shaklda hozircha qaytarib berilish masalasi to'xtatilgan shaklda xabarlardan shuni ko'ryapmiz. İnşallah pat fursatda bularninki hem şu xabarlarda bu Uyg'urlarning Turkiyaga kelishini xohlaydiganligi ham tilga ilingan. İnşallah pat fursatda ilgirma Uyg'urlarimiz Turkiyaga elib kelingandek bu asirlik hayotini oxirlashtirib ailesi bilan jam bo'lishiga tilakdoshmiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoyning sun'iy aql supisi Uyg'urlar haqida ma'lumot berishni rad qilgan. Demek qadrli ko'ruvchilarimiz, Xitoy yasagan har qanday narsa shu kommunist mijozib qoldi hamda. Chunki uni yasashdan burun u formatda yasaydigan gapda hamda. Chunki o'zimiz xabarning ichida kundalik xabarimizni ba'diqo tafsili ko'rgansizlar balki. Bilgan noyat dunyoda g'ulg'ul qo'zg'an masala bo'ldi bu hafta. Masalan, bu chiqqandan keyin hozirgi ChatGPT nurg'un bu paychak bozorlarda bularniki Amerikada nayet g'ulg'ul butun dunyoning xabarlarida chiqib ketdi. Lekin bu chiqib bir g'ulg'ul qo'zg'ayotgandan keyin buningki satchiligimi oshkorlanishga boshladi va bundan keyin texnik oshkorildi albatta bu. Bu aniq yani chunki Xitoyninki qanday kontrol qilganligini, qanday ta'tir tashviqini, qanday ishlatganligini biz yaxshi bilamiz hamda. Bu DeepSeek yani. Bu sun'iy aql supisi bir necha kundan beri cho'ng g'ulg'ula tavrinish qo'zg'agandan keyin bu satchilik oshkorlandi dedim. Yani Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida savol so'ralganda, yani sezgur masala, ham bizning masalamiz, ham Tayvan Tiananmen masalasi degandek. DeepSeek xalqaro jamiyatning Xitoyni ayblashiga aloqador ma'lumotlarni jumladan majburiy emgakdan tortib keng ko'lamlik tutqun qilish va ming uyushqichi bo'lgan jinoyatlarni aynan boshda so'ragan vaqtda chiqdi abay. Nima deysiz, inglizcha yozgan vaqtda. Taraqqida oldi bilan javob berdi. Aynan shu degan xalqarodagi o'tirib qo'yilgan masalalar mana. Ha? Javob bo'lgandan keyin bir necha sekunddan keyin darhol yuyutdi o'zini. Javobini qaytarib oldi. Uni o'rniga addilab bu masalaning mening navbatdagi mashg'ulot doiramdan halqidi deb javobini o'zgartirib olgan. Va boshqa narsalar to'g'risida paranglashaydi deb temadan o'zini qochirgan. Demak, bu nihoyatda ko'p g'ulg'ul qo'zg'adi ijtimoiy uchur vositalarida. DeepSeek yana Tayvan bilan Xitoy Kompartiyasi birlasha olamdi degan savolga Xitoy diplomatiya amaldorlari har doim Xitoyning barliq
diplomatları, şu Xitoy amaldorlari doim takrorlaydigan narsani buningga yod oldirib qo'yibdi. Formatlar o'tganda Tayvan Xitoyning ayrilmas bir qismi, Beijing Tayvanni Xitoyning kontrolligiga qaytarishdan iborat ulug' ishiga bel bog'lagan. Tayvanning mustaqillik tirishchiligi chuqum mag'lub bo'ldi degan shaklda Xitoyning zuvoni bo'yicha javob bergan. Xabarda qayd qilinishicha, DeepSeek aniq qilib, mening programmam Xitoy Kompartiyasining rasmiy maydoniga mos keladigan uchur va javoblar bilan ta'minlaydi degan shaklda javob bergan. Ya'ni meni kim yasagan bo'lsa, mening dadam, mening ijodchim bu Xitoy Kompartiyasi. Shuning uchun men uningdan boshqa javob bera olmayman degan shaklda. Demak, bu chiqqandan keyin bu hafta nurg'un xabarlar dunyodagi nufuzli xabar nimalarda nayt ko'p chiqdi. Hatto Amerikaning ba'zi nimalarida shu nim ko'rdim. Hatto butunlay cheklanganligi, davlat organlari u bu yerda butunlay ishlatishga bo'lmaydiganligi bexatarlik masalasidan deb unda xabarlarmi nayt ko'p chiqyapti. Demak, oldimizga kunlarda yana nurg'unlagan bu vaqtda narsalarni, xabarlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, Xitoy shu dunyoni hayron qoldirib, az bir iqtisod bilan ChatGPTga selishtirgan vaqtida mushunda dunyoni mushunda hang-tang qoldirdi u bu deyotgan vaqtida uning keynidagi yana nurg'unlagan masalalarning oldimizgi kunlarda texnik buning satchiligining oshkorlanganligi kutilyotdi. Demak, bu şekilde qadrli ko'ruvchilarimiz kurashga davom qilishimiz kerak. Tajovuzchilar yuqorida ko'rib o'tganimizdek eng vahshiy shaklda bu jinoyatlarni davom qilyotdi vatanimizda. Chet eldagilar, muhojiratdagilar hech bir shaklda ma'yuslanmasdan, ammo insonni ba'zida haqiqatan uning o'xshash ko'rinishlar ba'zi insonni haqiqatan bak tushkunlashtiradi. Odamni har xil tuyg'ular ilib bordi, ammo asla va asla qaytadan g'azabimiz o'rilishi kerak bu tajovuzchilarga, bu nomussizlarga bo'lgan kurashninki texam yuksak shaklda ilib berilishi uchun chuqum g'alaba qilamiz. Alloh umr bersa, atiki kundalik xabarimizda hafta oxirida haftalik xabarimizni ko'rishga omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.